Anjanga kirib kelsang, shunaqa bir chiroyli, baland, ko'rkam, nurli, yorug' bir masjid bo'lsa, bunday mahallani o'ziga yarasha bir shukuhi bor azizlar. Ko'ryapsizlarmi masjid? Salkam 2 yil deganda qurib bitkazildi. Bir do'stim bor, mebelchi. Atabek degan, Atabek deymiz. Mana bola ham xizmatlari singan bu masjidga. Va bir patalon shiftlariga bir naqshinkor narsalarni qo'yib bergan. Biz ham qatnashib qolganmiz. Leysa ushlab, leysa tashib. Chiroyli qaranglar. Endi bu maqtanish emas. Bor-da. Anjanda bitta degan masjid, Hazrati Bilol masjidi bizning mahallada bor. Ko'ryapsizlarmi? Ko'ringlar. Mana bunaqa deb ko'rsataman. Mana u tepasiga qarasanglar, to'pinglar tushib ketadi.